Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Men Shvetsiyadan Tug'liq Hamid. Navbatda bugun erta dam olishim bo'lg'achqa 2 kun avu idiklarning ishi bo'yicha yana tinchlik namoyishini qilgani parlament oldiga chiqdim. Qarindoshlar, bizningki vatanimizda erkak qirg'inchilik yurgizyotdi Xitoy hukumati. Bu tek to'xtab qolgani yo'q. Mayli sharoit yaxshilansin yoki davomlashsin. Bizningki hamda yillardan beri biz shunday quruq emizak emib quruq da'vo quruq shundoq yolg'on bir narsaning keyinda mengib zamonimizniki mana bugungi kunda 70 yillik da'voda bu teshidikilar bizningki vatanimizda erkak qirg'inchilik bo'lishga turtkilik rol o'ynab keldi. Shuningga qarindoshlar hamda hozirgi bizningki birdan bir chiqish yo'limiz bo'lsa mustaqillik. Mustaqillikdan boshqa yo'l yo'q. Men bu yerga oldiga chiqib qilishidagi sabab men faqat ota-onamningki o'rligi, men faqat aldanganim, uningki da'voning ichidagi yolg'onchiliklarni pash qilib chiqdim. Shuningga ba'zi bir milliy munofiqlar o'ldiramay qoldi. Bizning da'vorimiz qandaqdir bir Ukrainaning bayrog'ini tutib chiqib emas yoki yana bir emas, o'zimizningki Sharq Turkistonninki milliy mustaqilligini aks ettirish. Faqat qirg'inchilik Ukrainada emas, bizning Uyg'urlarningki yashayotgan Sharq Turkistonda yashayotgan zaminda bo'tdi. Biz shu zaminning egasi bo'lg'achqa bizningki bechora ota-onamiz o'ylab yiqinglar qarindoshlar. 5 yil bo'ldi psixikamiz buzildi, ko'nglimiz yerim bo'ldi, yosh to'kdik, ichimiz achchiq bo'ldi. Mushu narsalarningki hammasi bekordan bekorga bo'lindi. Bekordan bekorga uyda o'tirgan cho'nglarni rayim qilmasdan ochib ketdi. Shu 2 qat ayollarni ochib ketdi. Yosh bolalarni ochib ketdi, qirg'inchilik qildi. Bizningki butun shu ota-onalarimizdan tortib qo'm qarindosh, boy, korxonchimiz, millatparvarlarimiz, ustozlarimiz, diniy ulamolarimiz hammasini Xitoy hukumati dafsanda qildi. Bularni qirg'in qildi. Shuningga Amerika hukumati 2019-yilning oxirida 2020 kirishda sobiq shu tashqi ishlar ministri Mike Pompeo apandim Jo'xa Xalq Jumhuriyati Uyg'urlarning ustidan erkak Jo'xa Xalq Jumhuriyati Uyg'urlarning ustidan erkak qirg'inchilik qilyapti degan la'nat tamg'asini Xitoyning peshonasiga urdi. Bizningki bu davorimiz qandaqdir kommunist hokimiyati yoki Shi Jinping bilan bo'lgan emas, Xitoy hukumati, Xitoy xalqi. Masalan, shu undidorlarda yoki do'ylar qaraydigan bo'lsanglar, Xitoy xalqi bilan Xitoy kommunistik partiyasiningki, Xitoy hukumatiningki qoni bilan go'shtdek munosabatni borlig'ini bilish kerak. Shuningga bizningki mateshidagi ba'zi bir go'mpaylarimiz xalqni arvitishimiz kerak bo'ladi. Shu xalq maslashqashqa, xalq o'rnidan qo'pib, millatmi bizga o'xshash odam demagashga, ashlar maslashqashqa bizningki mishta qirg'inchilik qotdi. Shuningga xalqiga ish chaqirtmaslik kerak, hukumatiga ish chaqirtmaslik kerak. Shu kommunistik partiyaga shu hammasiga qarshi turishimiz kerak. Bizningki birdan bir chiqish yo'limiz mustaqillik. Ben Xitoy hukumatiga shuni deymanki, Xitoy hukumati meningki ota-onamni tezdan qo'yib atmaydigan bo'lsam, men bu yolg'iz kishilik bu namoyishimni hargiz to'xtatib qo'ymayman. Mening jinim tenamda bo'ldi ekan, men seningki teshidagi xoinlaringga ham shundaqla seningki hukumatingga qarshi har kunda men bayonot e'lon qilmasam, har haftada bir chiqib, sen haqniki abtibashirsingni ichib, parlament oldida shu hozir yoz kelyapti, turizm kuchlanayotganda men butun dunyoga seningki raziliklaringni har kuni, har haftada vaqtim bo'lsam chiqib men pash qilaman. Shuningga dunyoning har qaysi joylariga qarindoshlar ota-onamizga ega chiqayli. Ota-onamizga ega chiqmasak, bir kunlarda ashtonchida birdan bo'lib qolsa, "Ey" deb qolamiz. Unda deb qolganlar bakjiq, uning misoli ko'p. Uning misoli bak ko'p. To'g'ri. Men bu beshida nurg'un shu qurultaydagi odamga aldinib, buni qilib, hatto mening namoyishga chiqishlarimdan tatib to'sib o'tgan qarindoshlar. Ağam, pulağan, saat ağan, yegan ishgan o boshqa, hatto mening namoyishlarimdan tortib chiqib degan. Buni hatto Shvetsiyadagi Nijat Turg'un apandimmi dedi. Ikkimizga ikki xil gaplarni qilib, o'zimi dedi, mening WhatsApp'imdan bog'u ovozlar edi. Mujinda qarindoshlar. Uningdan keyin to'g'ri har xil odamlarni setivlab, jangchilar qilib, uni qilib, buni qilib bizningki, bo'pa mening obrazimni xunuklashtirish uchun og'irimizga aka-og'inidek odamlarni silab, keyinda uni bizga dushman qilib, bu qitim qilib har qanday bir narsa tashkillik bo'lgan narsa. Biz hargiz bo'sh qo'yatmaymiz bu narsani. Elogo ba'zilar kelib imzo to'plab qonunliq mishar sot qilamiz, o qilamiz, bu qilamiz debdi. Sotni sen qilmasangmi biz qilyapmiz. Sen qilmasangmi bu sotni biz boshlab qo'yg'ini
Allah burun. Şununla siz kilalgan yerga bizmi baralaymiz inşallah. Sal vaqtning masalasi va azroq bir ta'xirchiliklar bo'lsa, bizmi ishlarimizni hal qilamiz. Shuningga qarindoshlar deydiganim, Xitoy Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilyapti. Xitoy ziminimizni besib oldi. Xitoy hukumati tezdan chiqib ketish kerak. G'arb ellarimi Rossiyaga yurgizilgan shu embargolarni cho'qim Xitoy hukumatiga yurgizish kerak. Ammo bizniki yo'lboshchilarimiz davog'anlar birdan-bir davog'anlar nima ish qilyapti qarindoshlar? Qaysi bir Yevropadagi g'arbning madaniyatini shu Ukraina voqeasi chiqqandan bir so'zlab baqdi. Qaysi bir shuningga bir bog'lab turib bir yaxshi bir ish qilib baqdi. Hammamiz qulug'in tiqib oldi yog'iladim. Psixik tushkunlashgandan keyin so'zlaymiz deydi. 20 Shvetsiyaga kelib nuruz qildik-ya. Uningdagi Shvetsiyadagi Uyg'ur ma'rif jamiyatidagi Nijot Turg'un bilan Shvetsiya Uyg'ur komitetiga olib tushkur samsaqmi 10 qanotga o'tib ketgandan keyin Dilyorlar 3-chi bir tashkilotni Dunyo Uyg'ur qurultiyi mishada tug'dirib o'zlarininki shundaq madaniy faoliyatlarni o'tkazish uchunga o'zininki shundaq bir qo'llashi ham yoki men birdan-bir bo'laman deyish uchunga yana bir tashkilotni mishada tug'dirib Nabijon Ala, Qurbonjon, undan keyin kurash ko'samninki ayoli Baxtinur degan shundaqlarni ishiltib burun tashlab etilgan nimalar hammasi axlatning o'rinda. Axlat nimalar bu hammasi bor. Biz hammasini bilamiz. Biz meyaga chiqib so'zlagan odam hech nimani qo'rqmaymiz. Bu axlat nimalar hammasi. Ayni vaqtida shu yana birisi mening xotinim Xitoyga kiradi deydi. Qurbonjon degan bir mazgil Shvetsiya Uyg'ur komitetidan chiqayotgan nima u bir. Hozir hamda mishada faoliyat qilamiz deb voy o'kin degan xotinlarni avatib amaliyotda Xitoylarga yugurib kirib yurgan nimalar bu. Baxtinur deganning o'ziga o'zining bir muncha poqova dadava narsa u. Mening bir oldimga chiqib nindavatsa deb birisi dapmaqsizlar men qanday qilamanki? Kurash ko'samdan o'lgandan tortib yana birisiga singlisniki ochimachisi hammasini so'rab chiqaman. Cho'ng o'g'limni, kichik o'g'limni. Hukumat bilmaydigan ish yo'q. Hukumat hammani biladi. Butun yerda tashkilot qurish, darnaq qurish, Uyg'urni parchalash, ayada butun hammasi o'zini ko'rsatish uchun har xil rol o'ynayapti. Bizning dardimiz nima? Bizning dardimiz vatan, bizning dardimiz Sharq Turkiston, bizning vatimiz irqiy qirg'inchilik. Irqiy qirg'inchilikni to'xtatishdan birdan bir yo'li vatanning mustaqilligini talab qilish. Dunyo vaziyatida cho'ng ishlar bo'lyapti qarindoshlar. Albatta bu ishlardan biz nima qilishimiz kerak? O'rnak kelishimiz kerak. Ishlar bilan tang, shu yandash holatda mengib ishlar bilan cho'qim biz shu o'zimizniki xalqarodagi da'vorimizni anglitishimiz kerak. Shuningga qarindoshlar deydiganim ota-onanglar kirib ketganlar, ota-onanglar uyga chiqinglar, ota-onanglarningki rasmlarni ko'tarib parlament binosi oldida turinglar, bergan aqsitni aqlanglar, undaq tuzkorlik qilmanglar. Qarindoshlar, rahmat. Undasma kamera yotgan odamning vaqt masalasi bilan ketishi mumkin. Men bu yerda o'zimningki yana bir yolg'iz kishilik namoyishimni davomli qilaveray. Qolg'ini qarindoshlar keyincha yana bir gaplashimiz. Xudo bo'lsa Allohga omonat.